Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. AQSh Eronga bosim qilishni umuman to'xtatmayapti va tahdidlar kundan kunga ko'paymoqda. Ishtirok ichida tinchliksevar Donald Trump Fox News kanaliga aeroportdan turib shunday dedi: Agar Qo'shma Shtatlar va Eron kelishuvga erishmasa, Eron juda katta badal to'laydi. Qo'shma Shtatlar prezidenti yana shuni qo'shimcha qildiki, bu badalni Eron qanday to'lash haqida ham ma'lumot berib o'tdi. Donald Trumpning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Eronga yurish boshlasa, faqat Eronning yadroviy inshootlari, balki barcha davlat infratuzilmalarini ham batamom yo'q qilishini xabar qildi. Davlat infratuzilmalari deganda do'stlar, barcha davlat tashkilotlarini nazarda tutgan. Qo'shma Shtatlar Erondan yana shuni talab qilmoqdaki, Rossiya bilan aloqalarni butkul to'xtatish, Xitoy bilan elektr energiya sohasida butunlay aloqani uzish hamda Xitoyga umuman neft sotishni taqiqlamoqchi. AQShning eng kuchli talabi bu ikkalasi ham emas do'stlar. AQSh Eronning yadroviy dasturini butunlay yo'q qilmoqchi. Reuters'ning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar Eronga juda katta keng ko'lamli hujumni amalga oshirishi mumkin. Urush avvalgisiga o'xshab 1-2 bor raketa hujumlari bilan cheklanmaydi. Aksincha, juda katta va dahshatli urush bo'lishi mumkin. Vaholanki do'stlar, vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda. Shu jiddiylashishning fonida Qo'shma Shtatlar ikkinchi Avram Linkolnning boshqacha takomillashgan pozitsiyasini ham Fors ko'rfaziga jo'natgani haqida xabar berdi. Agar ikkinchi kema ham Fors ko'rfaziga yetib kelsa, bu Eron uchun juda qo'rqinchli signal bo'lishi mumkin do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlang, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasidagi urush tobora muqarrar bo'lib turgan bir vaqtda harbiy ekspert Aleksey Ram katta sahnaga chiqdi. Interfax agentligiga Aleksey Ramning bergan ma'lumotlari shunday do'stlar. Alekseyning aytishicha, Moskva Tehronga Mi-28 vertolyotlarini yetkazib bermoqda. Mi-28 vertolyotlari Rossiyaning eng ilg'or texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Ko'rinishdan juda beozor va juda chiroyli ko'ringan Mi-28larning afzallik tarafi shundaki, ular tunda ov qilishga moslashgan. Tunda Mi-28lar kunduz kundan ham juda yaxshi harakat qilib, ular barcha broni texnikalarni qotili hisoblanadi. Mi-28larning eng sevimli mashg'uloti esa kunduzi bilan jang qilib charchagan holdan to'ygan barcha broni texnikalarni narigi dunyoga jo'natish bilan shug'ullanadi. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki do'stlar, Amerikaning eng mashhur tanklaridan biri Atakams tanklarini aynan Mi-28lar orqali juda oson narigi dunyoga jo'natish mumkin. Mi-28lar Eronga yetib kelgach, Eronning havo harbiy salohiyati yanada oshdi do'stlar. Endi Eron Qo'shma Shtatlarga tunning qorong'u qismida ham zarba yo'llashi mumkin. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'llab-quvvatlang. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz do'stlar.